Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Alloh salomat bo'lsin inshaalloh. Men bugun bu tamdagi ko'zinglar bundoq siziq, yana bir rangli qalamning mana ko'zinglar mushularni tozalamoqchi. Sizlar bilan o'rtoqlashib keldi. Oldi bilan Asproki sergich. Buni men o'tganda tanishtirgan, haqiqatan yaxshi ekan. Bundan bir qator siqib etimiz. Hammasiga mana bu yerdan bu qalamning nimalari bor. Mana ko'zinglar. Mayagimi siz nima chachima bo'ldi. Endi men bu qachoqishimizning set tarafiga, keyin tarafiga bir az bu parlatıcını mana ko'rdinglar. Bu parlatıcıdan to'kab turib ustiga anodan keyin qilma mana oldi. Ustiga azroq parlatıcı to'kdim, ko'rdinglar. Mana bunu to'kdim. Endi moshina bilan aytdimiz. Qarab turinglar, qanday chiqar ekan. Asallam, mana ko'rdinglar. Yumshavatdi. Mana bu biraqlam chiqdi. Bir qator hammani bir yugizib etdim. Bu ya zaten birdan lam chiqardi, ko'rdinglar. Keyin tarif bilan sursanglar oddiylam chiqib ketadi. Cho'qim keyin tarif bilan qilinglar. Keyin tarafi qattiqroq bo'lgandan keyin oson chiqib ketadi. Nimaga qarab boqaylik. Buni bir qator yugizib etib, parlatıcı siqqan nimamiz bilan chiqirimiz bo'limi o'xshashlam. Mana men hozir nima bo'ldi aytib to'kisib qo'yman, undan keyin quruq bir sariq bez bilan aytib etdimiz. Mana ko'rdinglar. Endi men bu yani quruq bir sariq bez bilan ko'rdinglar. Aytib etib, bilan to'kisib qo'ydim. Sariq bez bilan aytib etsaklar bo'ldi. Bayamqi hali, hozir qolni ko'rdinglar. Mana bu taraf bo'ldi. Endi bu tarafni aytib ko'ksitib qo'yay. Mana bu tarafmi chiqib ketdi, asallam. Mana mushuna holatda sinab baqsana bo'ldi. Kanalimga abone bo'lib, taqib qo'ysanlarni umid qilaman.